bir yigit shu vaqtida ko'chaga chiqdi. Ko'chaga chiqdi-da, shu bir namoz o'qib qo'yay men ham dedi. O'zi hal peshim bo'lmagan. Shu vaqtda ko'chaga chiqdi, ketayotganida yo'lda bir oppoq kiyingan bir otaxon uchradi. Hali peshim vaqti bo'lmagan. Bolam, qadamingizni tezlashtiring dedi. U vaqtiga qaradi-da, otaxon hali vaqt bo'lmagan-ku dedi. Sizga vaqt bo'ldi bolam, tez masjidga boring, namozingizga boring dedi. Xo'p dedi, tez keldi, 4 rakatlik namozini o'qidi. Assalomu alaykum rahmatulloh dedi. Ikkinchi tomonga qarab assalomu alaykum rahmatulloh deganda boya otaxon yonida turgan ekan. Turing bolam. Tez ko'chada olomon turibdi dedi. O'shanga qo'shilib oling dedi. Boyaga yigit, otaxon farzchi dedi. Qolganini o'qimayman dedi. Yo'q, bo'ldi, siz namozingizni tugatdi. Ko'chadagi olomonga tez qo'shilib oling dedilar. Tez. Ko'chadagi olomonga tez qo'shilib oling. Yigit olomonga qo'shilib oldi. Bir qancha odamlar bilan yurishni boshlab yubordi. Bu yigit kutib turgan ekan odamlar. Qo'shildi, darhol olomon yurishni boshlab yubordi. Bir qancha insonlar ketib bir eshikka kelishdi. Eshikka kelgandan keyin siz o'ting dedi hamma bir-biriga. Siz o'ting dedi-da, hamma yigitni ko'rsatdi. Shu yigit o'tsin dedi. Boya yigit menman dedi. Siz dedi. Men bu eshikdan kirishga menda ilm yo'q-ku dedi. Yo'q. Bu eshikka kirish uchun ilm kerak emas dedi. Siz o'ting dedi, boya yigitni o'tkazib yuborishdi. O'tkazib yuborgandan keyin boyagi yigit eshikdan kirgandan keyin orqasiga qarasa, olomonni bir qancha shu eshik orqasiga qolib ketgan. O'zi bilan kamroq odam o'tibdi. Qamayibdi olomon. Boyagi olomon bilan yana ketishdi, ikkinchi eshikka borishdi. Ikkinchi eshikka borganda siz o'ting deyishdi-da, boyagi yigitni yana o'tkazib yuborishdi. Yigit orqasiga qaradi. Qarasa 4 ta yo 5 nafar odam qolgan ekan. Yana yurishda davom etishdi. Yuring qildi-da, davom etdi. Bordi, yana bitta eshikka bor taqaldi. Siz o'ting dedi-da, o'tkazib yubordi boyagi yigitni. Eshik yopildi, bir o'zi qolib ketdi. Yigitni. Tush vaqti edi. O yigit tush ko'rayotgan. O'rnidan turdi-da, o'ziga yaqin bo'lgan insonlardan surishtirib, bir ahli ilmdan oldiga borib so'radi. Mana shunaqa voqea bo'ldi. Nima bo'ldi deganda, siz benamozmisiz dedi. Men benamozman dedi. Siz o'zingizni janozangizni o'zingiz hozir bo'lgansiz dedi. Tushida o'zini janozasi o'zi hozir bo'lgan ekan. U 4 rakatlik sunnat o'qimagan, 4 takbirlik janozani o'qigan. O'zini janozasini o'zi o'qigan. Ko'chada turgan olomon siz janozangiz kelgan edi, to'g'rimi dedi? To'g'ri dedi. Endi qarang dedi. Janoza o'qib kimdirdir ketadi dedi, to'g'rimi? Hamma ham oxirgacha olib bormaydi-ku. Kimdir qaytib ketadimi dedi? Qaytib ketadi. Sizni o'ting qilib ko'tarib olib ketishgan o'zi aslida dedi. Bunga ilm kerak emas degani, ilmli ham bo'ladi, ilmsiz ham bo'ladi, hamma bo'ladi. Siz o'ting dedi, unga soldi sizda. Bu birinchi eshigingiz dedi. Olib borib dedi. Ikkinchi eshikka solayotganda dedi, qabrda birinchi eshigidan kirib, kim yoqqa kiriladimi? Tepada olomon qolib ketgan dedi. Oxirgi eshikdan siz o'ting degan 4 ta 5 ta odam qo'ygani. Oxiri ular yopgani dedi eshikni dedi. Sizni dedi, bir o'zingiz qolganingiz dedi, hech narsangiz yo'qligi dedi. Agar sizda hech bo'lmaganda dedi, birorta bir amalingiz bo'lganda edi, namozingiz bo'lganda edi, albatta siz bilan kimdir qabrga kirardi. Ming afsus, sizda hech narsa yo'q ekan dedi. O'sha yigit o'sha paytdan boshlab namozni boshladi va qattiq kirishdi. Va ahli ilmlardan bo'ldi. Nima bizni nima deydi, namozga kirishimiz uchun shunaqa bir tush ko'rishimiz shartmi?